Shu munosabat bilan hozir so'z navbatini texnikumimiz direktori Sharipov Alijon Abdullayevichga bersakda, ustoz sizlarga asosiy maqsadimizni tushuntirib o'tsalar. Bo'lmasa, marhamat ustoz. Aziz abituriyentlar, aziz mehmonlar, avvalambor xush kelibsizlar. Barchalaringiz Fadil xalqaro zamonaviy kasblar va tibbiyot texnikumini tadbiriga ochiq eshiklar kuniga barchalaringizni avvalambor yaqinlashib kelayotgan mustaqilligimizning 35 yilligi biz uchun qadrli bo'lgan bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Bugungi tadbir, bugungi imkoniyatlar men o'ylaymanki, ana shu mustaqilligimizning mevasi hisoblanadi. Men sizlarga qisqacha texnikumimiz haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Texnikumimiz 2022-yilda Buxoro innovatsion tibbiyot texnikumi nomi bilan o'z faoliyatini boshladi va qisqa vaqt ichida viloyatimizda eng nufuzli ta'lim muassasalaridan biriga aylandi. Qisqa vaqt ichida 1000 dan ortiq talabalarni o'z bag'riga oldi. Bugungi kunga qadar texnikumimizni 600 dan ortiq talabalar bitirib, qo'llariga respublikamizda tan olinadigan diplomga ega bo'lib, bugungi kunda tibbiyotimizni turli jabhalarida, davlat tibbiyot muassasalarida, xususiy klinikalarda o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar. Men mamnuniyat bilan va aniq aytib bilamanki, texnikumizda ahil, salohiyatli va ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan pedagogik jamoa yig'ilgan. Bu pedagogik jamoa talabalarimizga birinchi kursdan boshlab nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirib